15 kunlik kelinchak Nodirani ko'rgani kelgan oyisi qizini ko'rib qo'rqib ketdi. Nodiraning ko'zlari ko'karib ketgan edi. Oyi xavotirlanmang, svit o'chib qoldi. Bu uydan yangiman. Nima qayerda turishini bilmayman-ku. Shunga shkafga yuzimni urib oldim, dedi Nodira. Kelini sotib qo'yishidan yo onasiga osilib yig'lashdan qo'rqib turgan qaynona kelinining farosatidan xursand bo'lib ketdi. Men ham ertalab turib hayron bo'ldim. O'g'limni bilmasdan urishib yuboribman. Keyin bilsam, qarang, yangiligida bo'ladimi shu ish? Ko'rganlar eri uribdi deb o'ylaydi. Men ham xijolatdaman quda, dedi qaynona. Ha, Nodira ko'p shkafga urilib ketadigan, yiqilib tushadigan bo'ldi. Lekin bir og'iz ota-onasiga kuyovimni yomonlamadi. Farzandlar tug'ildi. Shunda ham eri Shodini esi kirmadi. Kunlarning birida Nodiraning ukasi Nosir kelganda, Nodirani eri Shodi yana urayotgan edi. Ichib olgan Shodi qaynukasini ko'rib urushdan to'xtadi. O'sha kuni Nosir opasini olib ketaman deb turib oldi. Nodira esa, "Xo'p, meni olib ketding ham deylik. Bolalarimni otasidan judo qilmoqchimisan? Otalab yig'latsa nima qilasan? Men shunchasiga chidadim. Chidashga majburman. Oila shunday bo'ladi. Meni ajrashadigan erim yo'q. Kelsang to'g'ri kelib ket, hayotimga aralashma. Bo'lmasa eshigimga qadam bosma." Nosir indamay chiqib ketdi. Nodira rosa yig'ladi. Ilgari yig'lamas edi. Eri Shodi esa mast edi. Nimalar bo'ldi, esida ham yo'q. Oradan oylar o'tdi. Shodi har safar ichib olganida Nodirani urar edi. Bir kun oilaviy o'tirishganida Shodi Nodiraga, "Nega Nosir ukang kelmay qo'ydi? Avvallari ko'p kelar edi. Hozir ko'chada ko'rib qolsa ham seni so'ramaydi ham. Hamma sendan voz kechyaptimi deyman." Bu gapni eshitgan Nodira yig'lagancha xonadan chiqib ketdi. Katta bo'lib qolgan Nasima dadasiga o'sha kungi voqeani aytib berdi. Shodi aqlli ayoli borligini bilar edi. Alkash erini deb o'z jigaridan voz kechgan ayolni xo'rlashi noto'g'ri ekanligini angladi. Ertasi kun kutilmaganda Nodiraning ukasi Nosir oilasi bilan kirib keldi. Nodira eriga qaradi. Shodi kulib turardi. "Sen ukangdan voz kechgan eding. Meni olib keldim. Nodira, meni kechir. Mana ukangni oldida so'z beraman. Endi yaxshi er bo'laman, ichmayman. Oilam uchun yashayman endi." O'sha kun bazmi Jamshid bo'ldi. Nodirani bir umrga esdan chiqmaydigan kun bo'ldi. Shodi esa ichmaydigan namunali erlar qatoridan joy oldi.